Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush kelibsizlar. Men Muhammad Izzat. Angliya bosh ministrining Xitoy haqidagi tutumi qattiq qo'llanishni norozi qildi. Amerika bilan Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'urlar haqida munozaralashib qoldi. Amerika texnik ko'p Xitoy shirkatlariga jazo yurgizmoqchi. Angliya ministrlarining yon telefonlarida TikTok ishiltish cheklandi. Sharq Turkiston surgun hukumati xalqaro jinoiy ishlar sudini Xi Jinpingga tutish buyruq chiqarish qo'yildi. Tövəndə deyəxtanlar xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun. Politico torunun 13 martda xəbəri görən gerçi Angliya baş ministri Rishi Sunak Xitoyni dunyo tərtibi üçün cho'ng xaris degan hamda Xitoy raisi Xi Jinpingning hokimiyatini hokim mutlaq hokimiyat deb atagan bo'lsa-mu, ammo Angliya hukumatining shu kuni e'lon qilingan eng yangi mudofaa strategiyasida Xitoy tahdidi deb atalmasdan xaris deyish bilan ko'paylangan. Egilishicha bu yangi mudofaa strategiyasi Xitoyni rasmiy tahdid deb tanishni tashabbus qilgan sobiq bosh ministr Liz Trussni o'z ichiga olgan qattiq qo'llanishni rozi qilmagan. Buningdan sirt Rishi Sunak Xitoyni rasmiy holda tahdid deb atamayli qolmasdan, "Men Xitoy bilan bo'lgan munosabatimizni suslashtirishni oqilona yoki pishib yetilgan siyosat deb qaramayman" degan. O'tir Sharq kuzatuvchi to'rining 15 martda xabar ko'ran Bultur Birlashgan Davlatlar Tashkiloti maxsus qaror olib, her yili 15 martning xalqaro islom vahimasiga qarshi kurash kuni qilib bekitilganligini e'lon qilgan bo'lg'achqa, tunji navbatlik xalqaro islom vahimasiga qarshi kurash kunini xotirlash yig'ini 10 mart Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Nyu-York shahridagi bosh shtabida ochilgan. Holbuki yig'in ishtirokchilaridan biri bo'lgan Xitoy vakili so'z qilib, navbatda Xitoy hukumatining o'zaro hurmatlash prinsipi bo'yicha ish ko'rayotganligini, islom vahimasini tugutish sohasida faol tirishchilik ko'rsatib, islom dunyosi bilan quyuq aloqa o'rnatayotganligini, Xitoyning azaldan hech qanday bir kultur yoki xalq boshqa bir kultur yoki xalqdan ustun deb qaramaydiganligini, shuningdek o'zlarining izchil boshqa kultur va xalqlarni hurmat qilib kelayotganligini bildirgan-yu, o'z ishg'oliyati ostida yashayotgan 30 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlarning navbatdagi fojiali qismati haqida hech narsa demagan. Holbuki Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi doimiy bosh elchisi Linda Greenfield so'z qilib, Xitoyning Uyg'ur kulturini, milliy kimligini va islom diniy kimligini vayron qilayotganligini, irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni sodir qilayotganligini, bu jarayonda Uyg'urlarning milliy va diniy kimligi sababidan eng zo'r darajada ziyonkashlikka uchrayotganligini tilga olgan. Ammo Xitoy vakili darhol buning e'tiroz bildirib, Uyg'urlarning qirg'in qilinishi to'g'risidagi so'zlar butunlay Amerika to'qib chiqqan asossiz batnomdir. Qirg'inchilik qilganlar haqida gap qilish to'g'ri kelsa, Amerika o'z vaqtida indiyalarni qirib tashlagan. Shuningdek, Suriya, Afg'oniston va Iroqda ayollarni va bolalarni o'ldirgan. Ularning Sharq Turkiston masalasini dastlab qilib turib, davlatimizga qarshi chiqishiga qat'iy qarshi turamiz degan. Amerika vazirligining 17 martda xabar ko'ra, Amerika Davlat bexatarlik ministrligining strategiya, siyosat va plan ishlariga mas'ul muavin ministri Robert Silversning shu kuni bildirishicha, mazkur ministrlikning bu yilgi eng muhim ishlaridan biri Sharq Turkistondagi majburiy emgak chetishlik texnik ko'p shirkatlarga jazo yurgizish ekan. Silversning bildirishicha, bu yilgi yana bir muhim ish Yevropadagi davlatlarni, shundaqla Yaponiya, Avstraliya, Hindiston qatorliq o'xshash fikrdagi boshqa davlatlarni Amerikanikiga o'xshaydigan qonun ijroati tuzilmasini yo'l qo'yishga qoyil qilish ekan. Mazkur apparat Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining havolasi bilan majburiy emgak chetishlik savdo faoliyatlari bilan shug'ullanganligi sababli jazolanishga tegishli shirkatlarning tizimligini tuzishga mas'ul ekan. Silvers Washingtondagi Hudson institutida o'tkazilgan faoliyatda mundaq degan: "Bizning 2023-yildagi eng muhim ishimiz texnik ko'p shirkatlarni bu tizimga kirgizish. Biz ommaviy tashkilotlarning va boshqa sohadagilarning ishonchli dokladlariga asosan Sharq Turkistonda yoki uning atrofida tijorat qilayotganlarning majburiy emgakdan iborat bu qabih qilmish bilan shug'ullanayotganligini nihoyat obdan bilamiz. Shundaqla biz ularning ismlarini oshkorlamoqchi va ularning mollarining Amerikaga kirmasligiga kafolatlik qilmoqchi." BBC to'rining 18 martda xabar ko'ran bexatarlik omillari tufayli Angliya hukumatidagi har qaysi ministrlarning Xitoyning ijtimoiy aloqa detali TikTokni xizmat telefoni va uskunalarida ishiltish cheklangan bo'lib, hukumat bu amaldorlarning telefonlaridagi sezgur sonliq ma'lumotlarning Xitoy hukumatining qo'liga tushib qolishidan ansirgan. TikTok shirkati bo'lsa o'zining abonentlarning uchurlarini Xitoy hukumatiga berdiganligini qat'iy inkor qilgan. Londondagi Xitoy elchisi bu qarorga pokit emas, balki siyosat turtki bo'lgan deyish bilan birga, bu qarorning xalqaro jamoatchilikning Angliyaning savdo muhitiga bo'lgan ishonchisini sundirganligini bildirgan. Angliya ishki kabinet ministri Oliver Dowden fuqarolar har bir ijtimoiy taratquv detalini tushirib ishiltishdan ilgari uning sonliq ma'lumot siyosati haqida o'ylanish kerak degan bo'lsa-mu,
ammo o'zining xalqini TikTok ishlatmaslikka undamaydiganligini bildirgan. Yuqori darajali parlament a'zolari bosh minister Rishi Sunakqa besim ishlatib, Angliya hukumatidan Amerika va Yevropa ittifoqiga o'xshash yo'l tutib, hukumat organlarida TikTok ishlatishni cheklashni talab qilgan bo'lsa-mu, ammo hukumat tarmoqlari va ayrim ministerlar TikTokni yoshlarga uchur yetkazishning muhim vositasi sifatida yoqtirib ishlatib kelgan edi. Fox xabarlar to'rining 18 martdagi xabarga ko'ra, Xalqaro jinoiy ishlar sudi Rossiya prezidenti Vladimir Putinni orasida bolalar bo'lgan kishilarni qonunsiz holda chegaradan qo'g'lab chiqarish va Ukrainaning ishg'ol qilingan rayonlaridan bolalarni o'z ichiga olgan kishilarni Rossiya Federatsiyasiga qonunsiz yetkazish qilmishi sababli urush jinoyati sodir qildi deb qarab, uningga tutish buyruq chiqargandan keyin Sharq Turkiston surgun hukumatining bosh ministri Salih Xudoyer 18 martdagi axborot e'lon qilish yig'inida mazkur sudni Xitoy prezidenti Shi Jinpingga o'xshash tadbir qo'llashga chaqirib muloq degan. Biz xalqaro jinoiy ishlar sudini harakatga o'tishga va Xitoy rahbari Shi Jinpingning Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qartilgan davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatga javobgarlikni surishtirishga undaymiz. Xalqaro jinoiy ishlar sudi davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni tekshirish va Shi Jinpingning Yahudiy qatlamiga o'xshaydigan 21-asrdagi irqiy qirg'inchilikda bevosita rol o'ynaganligi sababli qo'lga olish orqali adolatni himoya qilish va hargiz takrorlanmaydi degan va'dani ishga oshirish kerak. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga aman.